Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter vaskolari ham o'qirmanlar. United Coder ekranimizga xush keldinglar. Sizlarning xabaringizda bo'lgandek, bizning shirkatimizningki Yevropaga qarta yumshoq detalning sifatini tekshirishni avtomatlashtirish injini tarbiyalash programmasini yo'l qo'yg'ili 3 yil bo'ldi. Men tuvanda mushu xizmatningki Turkiyadagi xizmat ehtiyojini tunishtirmoqchi. Bu xizmatning İngilizcesi Software Test Automation Engineer yoki bo'lmasa Software Development Engineer in Test. Bizning Yevropa programmasiga qatnashgan o'quvchilarning ichida Turkiyadan qatnashgan o'quvchilarning soni bir qadar ko'p. Shunlashqa mushu o'quvchilarga qayoqdan xizmat izlash, xizmat uchurini nereden ko'rish degandek uchurlarni bermoqchi. Undaq bo'lsa, diqqatinglar ekranda bo'lsin. Biz IT xizmatlarni izlaganda ko'pincha tor betlarni izlaymiz. Masalan, indeed.com degan bu xalqaroliq bir tor sistemasi. Dunyoninki boshqa davlatlarda, ya'ni Amerika, Kanadadan boshqa davlatlarda mushu tor orqali xizmat uchun izlashga bo'ldi. Mushu tor adresiga masalan tr.indeed.com deb bassak, Turkiyadagi mushu IT xizmat uchuri mushtarbat chiqdi. Hozir bu yoqdan nima izlaysan deganga kirgizsak, masalan Test Automation Engineer. Andin izlash. Mana shahar yoki pochta debdi. Biz bu yoqdan izlash degani bassak, mana kirib tursan 160 yaqin xizmat uchuri bor ekan. Albatta bu xizmatningki uchurningki ma'lumotni qarasak, Test Automation Engineer mana Astound Commerce deydi. O'rni İzmirda ekan. İkinchisi Test Engineer bu yangi chiqqan xizmat ekan. 5 kun bo'lgan o'xshaydi. Ondan buniki o'rni aniq shaharni demabdi. Biz tuvanda mushu xizmatningki uchurini kirib boqaylik. Masalan, Test Engineer. Mushu Test Engineering xizmatningki talabga qarasak, Software Testing and Quality Assurance Activities. Ya'ni yumshoq detalni tekshirish ham sifatini tekshirish harakatini qilish debdi. And including automation, manual development and execution of test. Yani bizningki tarbiyalashda manual testing bor, automation test development bor, and test execution bor. And then plan, develop, execute test coverage for in-house developed mobile application. Biz bolalarni tarbiyalash jarayonida test plan yozish, test scriptni develop qilish, testni ijro qilish mushu iqtidorlarni o'qitamiz. Bundan boshqa help building a test-driven engineering culture that drives improvements in code debdi. Ya'ni mushu shirkatlarga yordam qilib, test orqali sisteminingki loyihalaydigan, ham sisteminingki sutini yaxshilaydigan mushu holatga akilish debdi. Ondan menga qaragan bo'lsak, qualification degan bunga nima talablar bor deganda, over working language is English. Therefore, excellent command of English is a must. German would be an asset. Degani bizningki xizmat jarayonida ingliz shirtimiz, shunga inglizcha bilish intayin muhim debdi shart. Ondan german tilini bilsa, tex yaxshi debdi. Biz tarbiyalashga qatnashishdan burun o'quvchilarga davomli da'vatimiz. Bizning tarbiyalashga qatnashishdan burun sizlarda ma'lum saviyada inglizcha bo'lish kerak. Shunlashqa Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlar agar kelgusida IT sohasiga kirib, IT sohasida g'alaba qozonman deyotgansizlar, ingliz o'rganishni boshlanglar. Chunki bu mayli Turkiya bo'lsin, Gollandiya, Angliya, Fransiya, dunyoning har qanday yerida bo'lsin, hech qanday programmani shu tilningki yerlik tilda yozmaymiz. Biz programni inglizcha yozamiz, faqat ekranda ko'rinadigan qismini şu davlatniki yerlik tilda ko'rsatamiz. Turkiyada turkcha, Fransiyada fransuzcha,
Angliyada British English, Amerikada American English degandek bo'ladi. Shuningdek, agar IT sohasiga kirib, IT o'rganib turmushimizni yaxshilayman degichlar bo'lsa, chuqur sizlar ingliz bilishingiz kerak. Undan bu yoqda test automation tools framework debdi. Buni biz tillaymiz. Undan working knowledge of GitHub, Jira, Confluence debdi. Dal bizningki shu Yevropa tarbiyalash programmasida GitHub, Jira, Confluence mushunamini o'tamiz. Undan knowledge of project management, software development life cycle technique, undan DevOps debdi. Dal bizningki tarbiyalash mazmunida shu DevOps, SDLC, shu Waterfall, Agile degan barliq mazmunlar bor. Masalan bizningki shu bir programmani ko'rib boqaylik, programmani tuzilishini. Masalan, ekranda sizlarga ko'rib turgandek, shu Yevropa programmasininki dars tuzilmasiga qarasanglar, bizniki software manual testing, mana STLC, Jira, undan Confluence deymiz, test plan yozish, test case yozish, test cycle ijro qilish. Uningdan boshqa Java programmini biz 4 oy o'tamiz. Uningdan sirt GitHub, mana GitHub, Bitbucket deymiz, undan test framework laylash. Yine JUnit test framework laylash, TestNG test framework laylash, yani Cucumber, undan SQL database, Jenkins, undan eng oxirida performance testing. Demak, mushkul xizmatlarga bizniki o'qishlar o'qishni bitirgandan keyin tamoman iltimos qilsa bo'ladi. Bundan boshqa biz yana bir xizmatni ko'rib boqaylik. Masalan, Automation Tools Test Engineer debdi. Mana bu Istanbuldagi Nokia, ya'ni Nokia shirkatininkiga ijro qiladi ekan. Buni ko'rsak, ko'rib tursangiz bu yoqda hammasi inglizcha talab qildi ekan. Buningga bachelor degree, kompyuter yoki shu oliy maktab bitirgan 4 yillik saviya bo'lsa bo'ldi debdi. Undan strong knowledge of quality assurance debdi. Ya'ni yumshoq detalniki sutni tekshiradigan shu bilim bo'lish kerak debdi. Undan Jira'ni bilish kerak debdi. Seleniumni bilish kerak debdi. Selenium UI automation. Undan uningdan boshqa yana demonstrated ability to learn quickly and work in a fast-paced environment debdi. Demak, bizning bu tarbiyalash jarayonida o'quvchilar test plan o'rgandi, test case o'rgandi, test scenario, test script yozadi, manual testni o'rgatamiz, Java, Seleniumni o'rgatamiz, undan Jira'ni o'rgatamiz, Confluence. Bizningki o'quvchilar mushkul xizmatlarga mos keldi. Shuningdek, mushu turbatdan sizlar ko'rib turibsizlar, hozir 160 xizmatlar bor ekan. 160 xizmatlar. Bu xil xizmatlarga albatta bizningki bitirgan o'quvchilar iltimos qilsanglar, sizlar tamoman iltimos qilish shartiga uyg'un kelasizlar. Bundan boshqa biz Glassdoor degan yana bir torbat bor. Shu Glassdoor degan torbatni izlash bo'ladi. Masalan, oldi bilan Google Docs'ni ochib test automation engineer jobs in Turkey deb yazsanglar, in Turkey. Mana bu Glassdoor'da chiqadi, test automation engineer jobs in Turkey deb. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, jami 142 xizmat bor ekan. Oldingi Indeed.com deganda 160 chiqqan, mana 142 chiqibdi. Mana birinchisiga masalan S-Town Commerce degan bir shirkatga odam oladi ekan. Buningga qaraydigan bo'lsak, buningga nima debdi deganda minimum 1 year of experience in test automation such as creating automated test suite, design and running automated test debdi. Biz Yevropa programmasini o'qishlarga tunishtirganda bizningki programmada 300 soatlik o'qish, 300 soatlik proje ishlash bo'ldi. Jami 8 oyda tugaydi. Bu 8 oyda o'qishlar ishlagan projektning umumiy vaqtini agar sizlar oliy maktabdagi o'rgangan kompyuter bilimiga solishtirsanglar, bizningki barliq mazmunni sizlar oliy maktabda 4 mavsumdan 6 mavsumgacha aron to'kisizlar.
Shunda bo'lganda sizlar oliy maktabda 3 yil o'qiganga baravar bo'ldi. 3 yillik xizmat experience'ga to'g'ri keladi. Shunlashqa minimum 1 year degan, eng oz bo'lganda 1 yillik xizmat tarixi buning tamom maskaslan. Ikkinchisi strong theoretical knowledge base in software testing. Bizning tarbiyalash mezgilida yumshoq detalniki sutini tekshirishniki barliq nazariyatni o'tamiz. Bundan boshqa mana good knowledge of OOP debdi. Ya'ni object oriented programming yani Java. Biz umum tarbiyalaşda Java'ni 4 oy o'tamiz. Ondan HTTP, HTML, CSS o'tamiz. Experience with CI system debdi. CI system degan shu continuous integration degan, TestNG, JUnit, Maven debdi, BDD. Bu ishning hammasi bizning tarbiyalashda bor. Masalan, bizning shu tarbiyalash programmasini ochgan bo'lsak, hozir kirib turibsizlar. Bizningki tarbiyalash programmasida mana Java'ning o'zi, Java OOP shu. Uningdan boshqa manual testing qismini butun so'zlaymiz. Manual testing, ya'ni software manual testing qismini so'zlaymiz. Ondan CI/CD processdan code repository, Git, Bitbucket, Jenkins so'zlaymiz. Buningdan boshqa mana Java'niki JUnit, Java'niki TestNG so'zlaymiz, HTML, CSS, Java, Express so'zlaymiz, ondan JavaScript so'zlaymiz, database, API testing. Demak, mushu xizmatlarga mos keladigan barliq xillarni bizning tarbiyalash jarayonida bolalar o'rganib chiqadi. Ondan sizlarniki page object pattern deydi. Bizning tarbiyalashda dal biz page object pattern bo'yicha bolalarga mushu UI automation o'rgatamiz. Java Selenium page object pattern. Ondan mushu xizmatlarga qaragan bo'lsanglar, jami 142 xizmatgan hozir Turkiyada xizmat topmoq qiyin bo'lgan ahvol ostidami? IT xizmatlarga bo'lgan ehtiyoj intayin yuqori. Shuningdek, Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlar agar sizlar turmushingizni yaxshilayman deb o'ylasanglar, ingliz bilmasanglar, hozirdan boshlab inglizcha o'rgangash turinglar. Bizningki kelajillik programmasini, Yevropa programmasini ochganda shunga qatnashsanglar bo'ldi. Shunga men yuqorida ikki torbatni ko'rsatib qo'ydim. Birisi glassdoor.com. Mushu torbatdan Turkiyadagi xizmatni izlasangiz bo'ldi. Ikkinchisi tr.indeed.com. Ya'ni mushu Turkiyadagi yana bir xizmat izlash torbati. Shuningdek, mushu torbatlarga chiqib, xizmat ehtiyojini ko'rib, qanday iqtidorni egallash kerak ekan, bu xil xizmatlarga qanday ehtiyoj bor ekan, shuni o'zingizlar ko'rsangiz bo'ldi. Shunday qilib, bugungi bu sin orqali men shu Turkiyadagi yumshoq detalning sutini tekshirishni optimallashtirish bo'lgan xizmat ehtiyoji chiqarib qo'ydim. Bizningki bu qatimki tarbiyalash allburun boshlanib ketdi. Biz endi tarbiyalash boshlangandan keyin o'qish qabul qilmaymiz, lekin kelajagi programmaga tayyorlik qilsangiz bo'ldi. Bundaq bo'lsa, bugungi sinni ko'ngil qo'yib ko'ringizga rahmat. Minglarniki mush vaqti xayrli bo'lsin.